Assalomu alaykum, xayrli tong hammaga, yaxshimisizlar? Qaranglar, mana shu Shamles Feberlikka atiri qimmat bo'lgan 350 ming so'mlik atir menga tekinga keldi. Buni o'zim uchun sababi nega bunaqa desanglar, Feberlikka kirgan har bitta yangi qizga Feberlik mana shunaqa sovg'alar beradi. Katalogni oxirida shak sovg'a deyilgani mana shu. Ochamiz. Buni hali men umuman ochmagandim. Men Feberlikka a'zo bo'ldim va 375 ming so'mlik mahsulot xarid qildim. Ham ko'rib turganinglardek o'zimni mana bu mahsulotlarni sotib oldim. Sotuv uchun keyin menga kompaniya mana shunaqa qimmat bo'lgan atirni menga tekinga sovg'a qildi. Men buni hali ochib ko'rmagandim. Mana shunaqa bo'lgan atirimiz. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan. Xo'p, Shamles atiri. Bu atir qani hidini ko'ramiz hozir. Hidi ham zo'r. Qaranglar, bu atir Shamles tarkibida nok, yovvoyi rezavorlar, apelsin gullari, yurak notalaridan oq qalampir, atirgul, zirik gardeniya, ambra, oq daraxt, sandal daraxti hamda vanil bor. Yaroqlik muddati iforada ko'rsatilgan ishlab chiqarilgan kundan boshlab 5 yil ekan. Juda ham chiroyli va yaxshi bo'lgan mahsulot. Agar Feberlikka kirib, sizlar ham narsa o'zingiz uchun xarid qilsangiz, xuddi mana shunaqa sovg'alarga ega bo'lasizlar. Xo'p, sharti qanaqa? Feberlikda 350 ming so'mlik narsa xarid qilsangiz, mana shunaqa sovg'aga ega bo'lasiz.